Do'stlar, assalomu alaykum. Mana Gazabuli muxlislari, mana sushilka biz ochilyapti. 24 soat turgan g'ishlarimizni endi tashqariga olib chiqmoqchimiz. Yangi tonglaring muborak bo'lsin. Bugun payshanba, xudo xolasa 13-noyabr 2025-yil 11-oy. Mana g'ishlarimizdagi. G'ishlarimiz holat zo'r, ideal holatda turibdi. Kimga shunaqa g'ishlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldiraman. 24 soat telefonlarimiz ishlaydi, zakazlarni qabul qilaveramiz. Mana g'ishlarimiz ketyapti, ertalabda. Qurimagan bo'lsa ham odamlarga jo'natyapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar shu nomerga. Yasin 450 markali mana. Yangi sveji bugun tushirilgan sementlarimizdan chiqariladi. Bitta g'ishga 10,5 kilo sement qo'shiladi. Mana seximiz. Seximizdagi holatlar mana. Bu yoqda mana hop alyuminiy budura qo'shiladi. Hop kaustik soda. Hop sementlarimiz mana 2,5 qopda qolibki. Stiklavata qo'shiladi va qum. Mana shu joydan qoliplarga xudo xolasa quyilib chiqariladi va sushilka bizga mana qo'shamiz. Sushilka bizda 24 soat turadi bu g'ishlar va mana olib chiqilgan sushilka bizdagi g'ishlar mana. Parlarini qaranglar. Ichkarida 70 gradus bo'ladi. Mana g'ishlarimizni holati mana zo'r. G'ishlarimizni holati mana.